har bir yosh katta erkakdan tortib hali uylanmagan yigitgacha hayoti davomida jinsiy olat turishi, ya'ni ereksiya jarayonini maksimal darajada yaxshilashga harakat qiladi. Va bu holatda kasalligi bor, muammosi bor insonlar doktorga murojaat qiladi. Boshqalar esa tabiiy yo'llar bilan shu holatni yaxshilashga harakat qilishda davom etadi. Bu videoyimiz orqali sizlarga bitta yordam qilmoqchiman, ya'ni jinsiy olatni turishini yaxshilashga qaratilgan mahsulotlarni alohida sanab o'tmoqchiman va bundan tashqari jinsiy aloqani, ereksiyani sifatini pasaytirishiga sabab bo'luvchi mahsulotlarni ham tanishtirib o'tmoqchiman. Bu orqali sizlar o'zingizlarga kerakligini tanlab olishinglar aniq. Xo'p, jinsiy olatni ereksiya jarayonini, xohishni kuchaytirish uchun asosan 4 xil gruppa mahsulotlardan foydalanish mumkin. Bularning birinchisi jinsiy olatda qon aylanishiga yordam beruvchi mahsulotlar. Ikkinchisi testosteronni hajmini, ishlab chiqarilishini yaxshilab beruvchi mahsulotlar. Uchinchisi esa afrodiziaklar, ya'ni libido, xohishni kuchaytiruvchi mahsulotlar. Va eng oxirida to'rtinchisi sizni asabiylashishdan saqlaydigan, ozgina bo'lsa-da bo'shashtirib, shu xohishga konsentratsiyangizni amalga oshirishga yordam beruvchi, nerv sistemasiga ta'sir qiluvchi mahsulotlar. Mana shu 4 guruhni hozir alohida sanab o'tamiz va sizlar qanaqa mahsulotlar bu guruhga kirishini bilib olasizlar. Qon aylanishiga sezilarli darajada yaxshi ta'sir ko'rsatuvchi maxsus mahsulotlar bor, ya'ni meva, sabzavotlar. Bulardan eng asosiylari anor sharbati. Bular juda kuchli antioksidantlarga ega bo'lgan meva hisoblanadi. Shuning uchun qon aylanishi uchun juda ham katta foyda keltiradi. Keyingi mahsulot bu lavlagi. Oddiy lavlagin tarkibida nitratlar ko'pligini hisobiga ma'lum darajada qon tomirlarida torayish va kengayish xususiyatiga bog'liq mexanizmlarda ishtirok etadi. Va undan tashqari yana bitta eng asosiy mahsulot bu haqiqiy qora shokolad. Bu ham to'g'ridan to'g'ri qon tomirlarini bo'shashtirish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun bu yerda ereksiya jarayonida muhim ishtiroki bor. Navbatdagi guruh bu ko'pchiligimiz xohlaymiz va juda ko'p murojaatlarda ham savol sifatida berishganini ko'rganman. Testosteronni tabiiy yo'l bilan qanday qilib ko'tarish mumkin? Aynan mana shu guruh mahsulotlari sizlarga testosteronni ko'tarishga yordam beradi. Bular tarkibiga o'sha hamma biladigan quruq mevalar, ayniqsa yong'oqlar. Ikkinchisi bu go'sht mahsulotlari. Jigar, ya'ni hayvonlarda jigari, qo'y va mollarda jigari eng kuchli xususiyatga ega bo'lgan testosteron ishlab chiqaruvchi vositalardan hisoblanadi. Va yana bitta mahsulotimiz bor, bu o'sha hamma biladigan tuxum. Tuxum tarkibida juda kuchli almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalardan iborat bo'lgan oqsillar mavjud. Bular ham to'g'ridan to'g'ri testosteron ishlab chiqarish uchun asosiy xom ashyo hisoblanadi. Afrodiziaklar, ya'ni bizdagi xohishni kuchaytirib beruvchi vositalar. Bularning ichida tabiiylariga dengiz mahsulotlari kiradi. Birinchi navbatda. Bular juda kuchli afrodiziak xususiyatiga ega. Ikkinchisi bu asal. Haqiqiy tabiiy asalda bunday kuch, bunaqa qudrat yetarli darajada mavjud. Va eng oxirgisi imbir. Imbirning eng zo'r xususiyati bor. Bu aynan kichik chanoq a'zolaridagi qon aylanishini kuchaytirib, qizdirib beradi va buni hisobiga qo'zg'alish jarayonini stimulyatsiya qiladi, ya'ni kuchaytirishga yordam beradi. Eng oxirgi guruh, ya'ni bizga kerakli energiyani yetkazib berishga, yurakka yordamlashuvchi hamda asab sistemasini tinchlantirishga o'z hissasini qo'shadigan vositalar, ya'ni mahsulotlar. Bular banan tarkibidagi kaliy qo'shimcha xom ashyo sifatida yurak ish faoliyatini yaxshilab berib turadi va qonni yetkazib berishga asosiy vazifa bajaradi. Keyingisi esa avokado. Hozirgi kunda mahsulotlar orasida eng ko'p foydali yog'larga ega bo'lgan meva hisoblanadi va buni tarkibidagi omegalar, ya'ni omega vitaminlar komplekslari, antioksidantlar bizga aynan ereksiya jarayonida ishtirok etuvchi elementlar hisoblanadi. Mana ereksiyani yaxshilash haqida ma'lum darajada ma'lumotga ega bo'ldik. Endi ko'zguning ikkinchi tomoni, ya'ni ereksiya jarayonini yomonlashtiruvchi hamda
aynan ereksiyaga salbiy ta'sir ko'rsatishga asosiy mexanizmda ishtirok etuvchi elementlardan iborat mahsulotlar bor. Bularni ham to'g'ri guruhga bo'lsak, to'g'ri bo'ladi. Bular asosan yog'li va og'ir hazm bo'lish qiyin bo'lgan mahsulotlar. Ikkinchisi, aynan gormonlarimizga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi, balansirovkasini buzishiga ma'lum darajada turtki bo'luvchi mahsulotlarimiz bor. Ular kiradi. Uchinchisi esa turli xil har xil ximik ishlovlardan o'tadigan mahsulotlar. Va eng oxirgisi qon aylanishini buzilishiga sabab bo'luvchi mahsulotlar kiradi. Bularning birinchisiga juda ham yog'li mahsulotlar, ya'ni har xil kolbasa, go'sht mahsulotlarining juda ham hayvon yog'laridan iborat qismi, og'ir darajadagi hazm bo'luvchi fast foodlarni kiritishimiz mumkin. Pizza, yarim tayyor mahsulotlar. Bularning barchasi faqat bizni zararimizga ishlaydi. Keyingisi to'g'ridan to'g'ri gormonlarga ta'sir o'tkazuvchi mahsulotlar. Bularga soya kiradi. Ya'ni soya va soyadan tashkil topgan mahsulotlar. Bular fitoestrogenlarni o'zida ko'plab saqlaganligi hisobiga to'g'ridan to'g'ri testosteronni tushirishga xizmat qiladi. Keyingi mahsulotlar guruhi esa aynan qand tarkibida shakar miqdori ko'p bo'lgan va buni natijasida insulinni ishlab chiqarilishini ko'paytiradigan mahsulotlar bo'ladi va buni natijasida to'g'ridan to'g'ri insulin qancha baland bo'lsa, testosteron shuncha pasayadi. Qon aylanishiga bog'liq bo'lgan mahsulotlar bular albatta hammamiz bilgan spirtli ichimliklar. Haddan tashqari ko'p iste'mol qilinadigan kofe, chekish va yana bitta eng yomon talqin qilinadigan hozirgi kunda internetlarda trendga aylangan shu yomonlab chiqiladigan mahsulotlardan bittasi bu energetiklar. Bularni iste'mol qilishda ehtiyotkorona munosabatda bo'lishingizni so'rab qolamiz. Eng oxirgi guruh bu har xil darajada termik ishlovlardan o'tadigan, tarkibida juda ko'p yog'lar, trans yog'lar hamda tuzlarni saqlovchi mahsulotlar. Hammamiz yaxshi ko'rib, sevib iste'mol qiladigan o'sha magazinlarda qadoqlanib sotiladigan chipslar, suxariklar, mana shularni misol qilib keltirishimiz mumkin. Shuning uchun kundalik hayotingizda agar ereksiyangizni sifati, testosteroningiz miqdori yaxshi bo'lishini xohlasangiz, o'zingiz uchun kerakli bo'ladigan mahsulotlarni ratsioningizga qo'shing. Keraksizlarni imkon darajasida kam miqdorda iste'mol qiling. Baribir bilaman, to'xtatib qo'ya olmaysiz. Hech bo'lmasa kamroq iste'mol qiling, foydaga ishlaydi. Siz ereksiyangiz sifatini qanchalik darajadaligini o'zingiz uchun baholashga qiziqayotgan bo'lsangiz, u holatda biz maxsus chatbot ishlab chiqqanmiz. Kerakli savollar belgilangan, o'shalar orqali kerakli variantni tanlash orqali oxirida siz uchun natijani bilib olasiz. Ya'ni sizdagi ereksiya sifati qay darajada. Sizlarning ereksiya darajalarini to'liq ma'lumotini bilib olish uchun ana shu testdan o'tinglar. Chatbotni linkini opisaniyada qoldirganmiz. Kirasizlar, testlarni ishlaysizlar, ereksiyani sifati qay darajadaligini bilib olasizlar. Salomat bo'linglar.